Sukut bu rivojlanish emas. Bolam gapirmayapti, lekin hammasini tushunadi. Xavotir olishim kerakmi? Albatta xavotir olishingiz kerak. Tushunish va nutq ikki xil jarayon. Tushunishda sensor integratsiya bo'yicha mutaxassis ishlashi kerak. Nutqda esa logoped ishlashi kerak. O'g'il bola kech gapiradi. Bu rostmi? Yo'q, bu holat jinsga bog'liq emas. Kech qolsak nima bo'ladi? Davolash qiyinlashadi. Iloji boricha mutaxassisga murojaat qilganingiz ma'qulroq. Bola so'zlarni bola tilida aytsa, uni to'g'rilash kerakmi? Albatta to'g'rilash kerak. Iloji bo'lsa, bo'g'inlar, tovushlarga e'tibor bergan holda gapirish kerak. Telefon bersam tinch o'tiradi. Bu yomonmi? Albatta yomon. Nutqni rivojlanishida gadjetlar salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar bolangiz gapirmayaptimi, buni o'tib ketadi deb kutmang. Qancha erta siz mutaxassisga murojaat qilsangiz, shuncha tez natijaga erishasiz.